Nariga harakat bo'lmayapti-da, bizda. Ishyapti-da. Qanaqa edi ishi? Hech qo'l bir tegmayapti-da. Mana harakat yaxshi. Ertalab karaxt bo'lib qolish yo'qoldi. Uyushmayapti-mi? Analizingizga bitta solishtiraylik aka. Hozir nechani davom ettiramiz aka? Faqat bitta narsa. Birinchi kelganingizda mana 5 kun oldingi holatingizda Ahmadjon aka. Ro'yi 39 edi. Ha? Ro'yi. Mana 5 kunlik lecheniya ro'yi mana 8 normaga tushyapti. Normaga. Ya'ni buni 39 dan 8 ga tushyapti. Mana shuni olib ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Keling, ko'rsating. Chistosi bilan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. 39 ro'yi mana. Mana endi chistlo mana. Chistlo mana 8 ga tushyapti normaga. Bu birinchi marta emas, chunki oldin ham olgansiz shunaqa lecheniya. Bu nechinchi davolanishingiz? 5-yil davolanishingiz. Yilda bir marta davolanib ketasiz, mana hammasi joy-joyida. Mana Remaprobamiz Esraktin Prati mana 96 edi aka. Kelganingizdagi variant. Mana hozir mana normaga tushyapti. 6. O'zida o'zgarishlar qanaqa? Og'riqlar? Ha, yaxshi edi. Ishig'i qo'lingiz ishig'i qanaqa? Qo'li yo'q, harakat qiling. Bo'ldi. Nariga harakat bo'lmayapti-da, bizda. Ishyapti-da. Qanaqa edi ishi? Hech qo'l bir tegmayapti-da. Mana harakat yaxshi. Ertalab karaxt bo'lib qolish yo'qoldi. Uyushmayapti-mi? Uyushish ham yo'qoldi. Bo'yindagi holatlarchi? Bo'yin ancha bor. Tepaga qimilarni aytdim, yaxshi. Miyas bo'yadi. Ahmadjon aka, endi qarang. Endi asosiy lecheniyangizga agar lecheniyani davom ettirsa yaxshi bo'lardi. Fizioterapiya qo'shib beraman. Mana grijingiz bor edi-ku. Mana 39 ro'yi paytda grijaga fizioterapiya qo'yish mumkin emasdi. Endi mumkin. Dayt shunda davom ettiraveramiz. Xo'p aka. Unda siz bugundan boshlab hozir men yozib beraman. Hozir qizlarga registratsiya qilasiz. Fizioterapiya nima olishingizni sразу boshlaymiz aka. Chunki analiz norma. Hamma yoq cho'tga ketyapti.